Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qumtepa qush bozori. Hozir bu joydagi parrandalar narxlari bilan tanishib chiqamiz. G'ozlar necha pul ekan? 250 ming donasi. Bu o'rdak jo'jalari 30 ming so'mdan ekan donasi. Ular necha pul o'tdi? 30 ming. 30 mingdan? Jo'jalar necha puldan beryapsiz? Opa? Bosh jo'jalar. Mana 7 ming 6 ming beryapti. 6 mingdan? 9 ming 8 ming beramiz. 10 mingga 4 ta. 12 ming 10 ming beramiz. Shu bedanalarning narxi 6 mingdan bo'libdi. Shundan berdingiz akanglar? Katta Bugaylar necha puldan berdingiz aka? Jupini 130 ming qilib beramiz. Jupi 130 tayyorida. Ha, karellalarda Karellolar. 150 ming so'mdan donaga. Jupiga 280 ming qilib beramiz. Neralchkalar donaga 100 mingdan, jupiga 180 ming qilib beramiz. Bular necha puldan bo'ldi? Karega bedanalar 30 ming 100 mingdan qilib beryapmiz. 100 ming so'm. 100 ming so'mdan.